Assalomu alaykum hurmatli YouTube chorva ishqibozlar, Xurshid Uz kanalining hurmatli obunachilar. Bugun 2025-yil 12-aprel hafta kuniga shanba biz Adaxonjon akamiz xonadonlarga kelganmiz. Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani pashti sentrida xabarlashib kelaverasizlar. Nomerlar pastga qo'yamiz, aloqaga chiqib bemalol so'rab surishtirib kelaverasizlar. Va bugunga bir bosh shvesimiz bor. Ana hurmatli aka-ukalar, bugunga bir bosh shves sigirimiz bor. Bu yosh bolani biroz yomon ko'rar ekan, biroz yoshim kichikroqligi uchun zo'roqdan olyapti hurmatli obunachilar. Buni sutlari 8 ta suti bor, bolasidan qolgani. Bolasi novoz. Necha oylik bolasi? Endi 1,5 1,5 oylik bo'ldi. Hurmatli obunachilar, sutlari yaxshi, sog'lom, bemalol sog'diradi. Bugun biz Mujohidlar xonadoniga kelganmiz. Mujohidlar nima gap? Siz sigirni udari. Bu qancha endi narx-navolar nechinchi bolasi tishini eshta? Bu 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. 8 ta. 8 ta. 8-chilarni endi chiqaryapman, to'g'risi 6 ta, 8. Biroz yomon ko'radi bolalarni. O'zidan qochib turing, nima hozir? Bu shvesimiz 40 million kami bor. 40 million kami bor. Aytgan narx muhim emas deydi-yu. Aytilgan narxlar muhim emas, mana hurmatli obunachilar. Bolasi Kami nech pul? kami kelishtirib beramiz. Keling aka. 39 million kami bor. 39 million kami bor, kami ko'p. Kami ko'p. Hurmatli obunachilar, pulni qaranglar, shves variantidan so'raganlar. Xurshidbek uka, molim bo'lsin, 2-3 ta boqmay, bir dona boqay, mana shunaqa yetuk, suti ko'p, bolasi novoz, dadi yoniga kirib qolgandan boqay deganlarga mana hurmatli obunachilar. Xurshidbek uka, o'g'lim, bir dona boqay, onasini ham 10-15 ta mol hosilini beradigandan boqay degan hurmatli obunachilar, pastpishlarimiz uchun ana bir dona go'zalidan, bag'da ham hurmatli obunachilar, tuqsa video qilib chiroyli qilib qo'yamiz, aloqaga chiqib kelaverasizlar. To'ralar tutilari ishlaydi, aybi yo'q. 40 million so'm kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkalari qanaqa bo'ladi? Vodiy bo'ylab dastavkasi 40 million yop ketishadi vodiy bo'ylab. Viloyatlargacha. 39 million dastavkasi ular. Dastavkasi kelishilgan holatda bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bolani qaranglar. Bir dona like arziydimi? Mana shu mol uchun, men uchun emas, mana shu mol uchun bir donadan like bosib, ekranlaringda bir donadan kommentariya yozib qoldiringlar. Ekran telefon kanalimizga yangilar obuna bo'lib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Bir dona bizni mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holatda ekranlarning chap tomonida bir dona mana shunaqa ro'chani bosib qo'yishlarini so'raymiz. Mol arzisa agar mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holatda bir dona mana shunaqa telefon nomerlarimizni bir og'iz aka aytib o'tamiz. 91lik 107 107 90 97 aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu molimiz hurmatli obunachilar. Bemalol kelib bu nima desam bo'ladi, bir hayot obunachilarimiz so'rashyapti-da, Mujohidni borib sinab ko'rsam bo'laveramiz sutini deb. Nima qilamiz? Bunga sharoit bormi? Yoshligi yosh. Katta odam kelib yoshligini bilmaydi, ko'raman. Yosh bo'lgan, indamay ekan, prosta endi haligi bolasi yaxshi ko'rar, bolajonroq ekan-da bu. O'shuning uchun hurmatli obunachilar. Yoshligi kisho deyilmaydi. Yoshni borasi o'tirib sog'ib ketaveradi. 1-2 hafta mana shu Quva territoriyasidan bo'lsa, Farg'ona territoriyasidan bo'lsa, uyga olib ketib, puldan qolib sinab ko'raveradi. Mana hurmatli obunachilar, bir dona like, ekranning o'ng tomonida obuna bo'lishni bosib qo'yasizlar. Fikrlaringizni kommentariyada qoldirib ketasizlar. Nomerni yana bir marta qaytarib aytib o'ramiz. 91lik 107 90 90 97 hurmatli obunachilar.